Tak, assalomu alaykum. Hurmatli bizni samovoyga biznesi bilan shug'ullanib kelayotgan, endi shug'ullanaman degan klientlarimizga bizdan yangilik bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek, Mazomi italyanskiy pompa nasos. Minutiga 25 litr sepadi, 210 davleniyagacha olib chiqib beradi. 210 bargacha olib chiqib beradi. Tak, motorimiz ham italyanskiy bo'ladi. 5,5 kW 11,5 amper, 380 da ishlaydi. 1440 оборот 1 minutda. 1440 оборот 1 minutda bo'ladi. 50 Hzgacha chistota ishlaydi. 50 kiloli motorimiz, ichi mis obmotkadan iborat. Pompa nasosimiz o'ta idealniy, o'ta qattiq bir выносливый pompa nasos. Xudo xolasa, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, hamma yoq latonoviy, hech qattiq zanglamaydi, chirimaydi, irramaydi. Idealniy sborka bo'lyapti. To'rttali boksga kimga to'rttali boks kerak bo'lsa, 6 tali, to'rttali, 3 tali aytsalaring, minimum 3 taliga mana shunaqa rama yasab, bitta joyga cho'tki qilib uстановка qilib beramiz. Atak bittali, ikkitali bo'lsa, bizda отдельный ramalar bor. Ularni boshqa videolarda ko'rsalaring bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, yig'ilish jarayonini, xudo xolasa etdingni уже tayyor bo'ladi, и сразу установкаga ketamiz. Hamma yoq italyanskiy narsalardan iborat bo'ladi. Даже e'tibor beringlar, bu traynilarni ham Italiyadan olib kelamiz. O'sha traynilari ham Italiyadan keladi. Shlanka hamma yo'q. Kimga mana shunaqa samomoyka zarar bo'ladigan bo'lsa, bizga, пожалуйста, lichkaga direktga yozinglar, biz sizlarga javob beramiz. Tushunmagan holatlaringizni bizga chiqinglar aloqaga, biz o'rgatib, tushuntirib, borib kerak bo'lsa, даже maslahat ham beramiz. Like, kommentariya, o'shanaqa biznes bilan shug'ullanaman degan tanishing bo'lsa, jo'natinglar, bizdan olishsin.